Bo'ldi, biz ayrılıp gitaylik. Bizning ishlarimiz bu chekichi bo'lsin. Tushundingmi? Sizga zada nemish bo'ldi? Tuyuqsizlik bunda qo'ylab qapsiz-ku. Har qanday gap bo'lsa, menga uduldan o'tinib qolay. Bo'ldi, mendan o'tinma. Men seni o'tinishingni xohlamayman. Zada nemish bo'ldi? Menga rostini dang ma'qulmi? Men sizsiz yashamayman. Bundaq degani bu kino emas. Bu degan amaliyot. Tushundingmi? Men boshqalarga o'xshamayman. Zada nemish bo'lgan bo'lsa, menga deysangiz bo'ladi. Sizdan ayrilib ketmaydigan ish bo'lsa, men hammani qilishga rozi. Undaqda meni bir kun saqlay olamsan. Siz meni bir ömür saqla deysingizmi, men saqlay olayman. Ma'qul dang ma'qulmi o'tinib qolay. Undaqda ati ko'rishaylik. Söygen bolsan seni söygende Bitmez miydi bu hayat gülden Söygen bolsan seni söygende Bitmez miydi bu hayat Yolgan kasem verdiler birer Kar yüz buldu kimdiki yürek Hay, Yasin. Meni buncha jiddiy bu yerga nimaga chaqirtganding? Bir ish bo'lmagandi. Qahvajon, chatoq chiqdi. Cho'ng ish yuz berdi. Nima? Nima ish bo'ldi? Salih u. Hay, Salih. Bugun o'zingga o'xshamay qapsan-ku. Bir ish bo'lmagandi. Deb kelsam gap to'la adash. Oilamdagilar va to'y qilmoqchi bo'lgan qiz do'stimga 100 kelmaydigan bir ishga duch kelib qoldim. Hay, nima ish bo'lsa avamamsan. Biz kichikimizdan tortib bir o'ynab cho'ng bo'lgan eng yaqin do'stursak. Men Salih u Siblis kasal bilan yuqumlanib qopti. Nima? Bu zotni nima ish? Men mu bilmadim Qahvajon. Hay. Vut bas quloq. Menga nimachi bosh og'rig'i tepaveradigan deyman. Oldimizda texi bularning to'yi bo'ladigan tursa. Va bularning to'yi bo'ladiganiga 10 kun vaqt qoldi. Ikkala oila taraf to'y bo'lishga bitishib, hozir ularning to'yining tayyorligini qilyapti. Bu zotning bo'g'ini. Hay, Qahvajon. Qanday qilamiz endi bu ishni? Yasin. Bo'ldi, sen ketavergin. Men o'zim bir amal qilib boqay. Ma'qul, emas men ketdim. Qahvajon aka, iningiz ayrilib ketayli deydi. Ma'qulni? O'zi qilgan xatoligini o'zi bilib turib, o'z yaxshi ko'rgan odamiga azor beralaydik-na? Shuncha yil urgan bo'lsam-mu, at paranglashayli deb ketib qoldi. Singlim. U Siblis kasal bilan yuqumlanib qopti. Bu menga nima kerak? Zada nima ish bo'lgani bu? Shu ayrilish talabini qo'ygan o'xshaydi. Menimcha mu ayrilib ketsanglar yaxshi bo'lamdi-ki. Siblis kasal deganning kesatlaydiganligini anladim. Siblis kasal degan bor-ku, saqlayib ketdi. Siblis kasal deganni saqlayib qilib bo'ladi ekan. Siblis kasalni to'xtamlashib turib saqlaytiri kerak. Siblis kasalning saqlaydiganligini anladim. Sana, ben bir amal topdim. Siz uyingizdagilarga chiqanlarning to'yini ozroq keyinga surdiganligingiz dedi. Tushunmadim Qahvajon aka.
siz inimni saqlay olamsiz. Men uningga degan. Men uning bilan birga bo'la olsamla, bir umr saqlashga rozi edim. Men muhabbatni pul bo'lmasa, tan salomatlik yaxshi bo'lmasa, erishgili bo'lmaydi deb anglagan edim. Biroq sizning muhabbatingizga qarab, men muhabbatni qayta tunigandek bo'ldim singlim. Ishkanlarning muhabbatiga ko'z tegmasin. Men uni haqiqatan yaxshi ko'raman. Yürü, Salini, Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining qurg'uvchisi, Uyg'ur tibobat olimi Abdukirim muallim o'z qo'li bilan ishlab bozorga solgan bir mahsuloti bor. Shuning qichig'i gapiraylik. Mangayli. Sizning atrofingizda mana mushunday ishlar bo'lganmi? Siz buni bilamsiz. Siblis kesili va meydu kesili bilan yuqumlanib qolgan do'stlar bo'lsa, tuvandagi nomer bilan aloqa qilishing. 191 90 99 90 08.